Dangasa xonim, dangasa manta borligini bilardim, lekin dangasa pahlava borligini bilmasdim. Juda ham oson ishi yoqtiradigan erinchoqlar uchun. Shunchaki yoyamiz, surtamiz, o'raymiz. Qarabsizki, 1 soatda dasturxoningizda tayyor. Ishimizni birinchi bo'lib yumshoqqina xamir tayyorlashdan boshlaymiz. To'liq grammlarini videoni tagiga yozib ketaman. Xamirimizni tayyorlab 10 minutga xolodilnikka jo'natamiz. Bu orada oppoqqina bo'lib chiqadigan bezak tayyorlab olamiz. Bezak tayyorlaganingizda xuddi videodagi ideal darajada chiqishini xohlasanglar, shakari baravar sovormaydi. Muzdek tuxum oqini birinchi bo'lib ko'pirtirib olasizlar. Yaxshilab ko'pirgandan keyingina shakarni ozginadan qo'shsanglar, ideal holatdagi bezak tayyor bo'ladi. Tayyor bezagimizga xohishga ko'ra yong'oq va magis qo'shsanglar bo'ladi. Tingan xamirimizni 3 bo'lakka bo'lamiz, yoyib ustidan bezaklarni surib, rulet shaklida o'rab olamiz va xuddi sinaboladagi kesib gaz pechiga jo'natamiz. Qaranglar qanaqa chiroyli chiqqanini. Sizlar ham albatta shu usulda pahlava tayyorlab ko'ringlar. Profilimga obuna bo'lish esdan chiqmasin.